Assalomu alaykum. Qadrli kuzatuvchilar, obunachilar. Sizlarga mana hozir qo'yxonalarni qisqacha obzorini tushuntirib o'tamiz. Qo'yxonalarimizga keladigan bo'lsak, mana 4 xonali razborka-zborkali qo'yxonalarimiz. Taxtalari sasnadan bo'ladi akalar. Bemalol mana alohida qilib qo'ylarni tashab qo'yib, mana shu yerda boqsiz, maza qilib qora qo'chqonlarni boqsiz bo'laveradi akalar. Qo'llari sasnadan bo'ladi. Garantiyali qalin pol sasnalardan bo'ladi. Qo'llarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ularimizni razmeriga keladigan bo'lsa 3 metrga 1,5 metr. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini 4 million so'm baho aytyapmiz. Xudo xolasa skidga bomba narxlarda qo'yib yubordik, xudo xolasa. Xuddi shuni kichkinaroq 3 xonali varianti. Bu ham razborka bo'ladi. O'rtalarni olib qo'yib alohida boqsiz ham bo'laveradi. O'rtalarni olib qo'yib bitta qilib boqsiz ham bo'laveradi. Bunimizning narxi 3 million so'm baho aytyapmiz. Skidga narxlarda kelaverasizlar. Xo'p, mana bu qo'yxonamiz mana ikkita yoqda, ikkita bu yoqda qo'y boqsiz bo'laveradi. O'rtada перегородкасы bor, razborka-zborkali. Bular ham o'rtasida перегородкani olib qo'yib 5 ta qo'yni boqsiz ham bo'laveradi. Bunimizning narxiga keladigan bo'lsa 3 million 200 ming so'm baho aytyapmiz, xudo xolasa. Bu ham bomba narxlarda. Aka, bular ham o'sha 3 xonali, alohida xonalari bilan buni ham skidga narxda 3 million so'mdan qo'yib yubordik, oxirgi narxlarda, xudo xolasa. Bunimiz ozroq qo'yib boqadigan bitta ikkita qurbonlik hayitli gariga, o'zlariga boqadigan akalarimizga 2 xonali, alohidali, razborka-zborkali 2 million so'mdan baho aytyapmiz. Bu ham razborka-zborka bo'ladi. Bemalol qora qo'chqonlar boqsiz bo'laveradi. Xo'p, bu qo'y katayimizga keladigan bo'lsa, o'xshi ena bola qo'ylar tashab qo'yib boqadigan qo'y katay Hasan Huson bolalari bo'lsa, bemalol boqib, chiroyli qilib boqib katta qilsiz bo'laveradi. Bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, $100 so'm baho aytyapmiz, xudo xolasa. Eng arzon narxlarda. Xo'p, mana bunisi nima deyapti endi aka? Nima deyapti mana? Tomli yomg'ir chachinda yurmasdan yem xashaklarni berib, bemalol boqsa bo'laveradi. Bularda ham 2-3 bag'da boqib, 6 tagacha qo'ydi boqib, bemalol razborka-zborkali tomlarigacha chiqadi. Alohida qilib salqin joylarga qo'yib, algalari bor, mana aka issiq sovuqda o'tkazmaydi. Yomg'ir chachinda o'zlari ham bemalol mana yerda xashak yemlarni berishlari mumkin. Bularimiz narxiga keladigan bo'lsa, tomli varianti 4,5 million so'mdan bo'lyapti aka. Xo'p, mana bu yoqda 4 ga 1,5 metrlik qo'yxonamiz. Bulardan ham zakaz ko'p tushadi. Andijonga, vohalarga, viloyatlarga ko'p tayyorlab beramiz. Bularimiz narxi 4 million 300 ming so'm bo'lyapti. Mana yerda yana bu katta qo'yxonamiz, mana o'sha 4 ga 1,5 lik qo'yxonamiz tomli varianti. Xo'p, bularimizni narxi 5,5 million so'm baho aytyapmiz. Xudo xolasa bomba narxlarda, skidga narxlarda. Mana bu yuqorida ko'rsatganimizdek ikkita qo'chqorni boqib qo'yib, maza qilib qurbonlik hayitga o'zim chiroyli qilib semirtiraman degan akalarimizga tomli varianti. Bemalol ikkita qo'chqor razborka bo'ladi, tomli varianti. Qo'llari sasni 2 million 400 ming so'mdan tayyorlab beramiz, xudo xolasa. To'q kataylarimizni qarang aka, to'q kataylarimiz nima deyapti aka? Har biri zakazga bo'lgan yelin polli razborka-zborkali mana bemalol boqsiz, maza qilib 10 ta 15 ta tovuqni tashab qo'ysiz, qora tovuqlar tuxumini olib, nima yesin, dehqonchiligi. Bunimizning narxiga keladigan bo'lsa aka, 2 million 400 ming so'm qilib beryapmiz. Razmerlari 2 ga 120 bo'ladi, xudo xolasa. Bu yana boshqacha varianti. Mana ularni qarang, boshqacha ideyalar bilan bo'lganini qarang. Qushlar ham donini yeb ketdi, mishiq olib ketibdi bo'lmaydi. Mana yoqimda qaytarib qo'ysa, domini turib bemalol yuraveradi. Bular ham razborka-zborkali. Bu yangiliklarni qarang, bemalol tozalab, chiroyli qilib, mana bu yelin pollari oqidan, bunisi narigisi ko'kidan bo'lyapti.
Bularimizni ham razmeri 2 metrga 120 bo'ladi. Xo'p, bularimizni narxi 2 million 600 ming so'm chiqyapti. Bunisi oq yelim polligi, bunisi ko'k yelim polligi bo'lyapti. Bu ham razborka bo'ladi. Chiroyli variantlarda, xudo xolasa ekranda nomerlarni qoldiramiz. Kimga zaruriyat bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.